Xazinem Tor Til Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet toru orqali uyda o'tirib bu darslarimizga qo'shila olasiz. Turk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Tezroq bo'l, o'g'lim. Mana dada keldi. Dada, bozorga borganda bana yemek bersiz. Mushu qo'yni setib, puliga sana ko'p narsani yeb beraman, bo'lamdi. Puluga va hajib yaxshi. O'g'lim, qara, o yerda otning ko'ni taqib turdi. Elib xo'jamga sep qo'ygan. Lozim bo'ladi. Voy jon dada, o konu otning toqisini otang yurish bilib, xo'jamga silib olganga tushib ish yo'q. Bo'ldi, u konu taqib nimaga yaraydi? Bo'ldi dada, avval bunga yo'limiz qilmaydi-ku. Undaq dema, o'g'lim. Kerakli tashning egri yo'q degan gap bor. Elib olgin. Nima qilamiz yuzini o'g'irlab, ish qilib ne olmaydi. Undaqda men elib olay. Bu taqi qo'nroq bo'lsa, cho'qim asqatib. Dada, endi bo'lmaydi-ku. Ha, mana mangdoq. Qo'ynimni setib bo'ldik. So'dliqni tugatdik. Endi sana bir narsa yeb beray. Ma'qul dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kasda, bilan ishlar bormidi? Menda ko'ni bir atoqsi bor edi. Shuni sotmoqchi edim. Buni qancha tangaga oladi ekan? Men bir ko'rib boqay. Qani, marhamat. Bu taqining bahosi bir tanga bo'lsandaq. Bo'pti, bir tanga bo'lsa bo'lsin. Men bu bir tangaga o'g'limga shundoq yaxshi bir narsa yeb berayki, uni o'g'lim menga unutamay qolsin. Vah. Qani, bu bir tangani olsa, rozi bo'lsanmiz? Rozi bo'lmamdigan, rozi bo'ldim, rozi bo'ldim. Jigda elinglar, jigda. Jigda elinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani kasida. Men bu bir tangaga jigdanmoqchi edim. Buning qanchalik jigdi keladi? Bir tangaga naq 100 tal jigda keladi. Amisa o'g'limga 100 tal jigdi yeb beray. Vah, ben jigdik bek omroq. Qani asla, mana bu 100 tal jigda. Rahmat sizlarga. O'g'lim, ko'rdiganimni ko'rdik. So'dimizmi tugidi? Endi uyga qaytaylikmi? Ma'qul qaytaylik dada. Amisa yura. O'g'lim, tezroq bo'l. Uyga kech qolmaylik yana. Tezroq bo'l. Mana men nima Oy jon, qo'rqimda kechib qo'rqirab ketdi. Dadam bozordan tomoq o'tganganing ustiga menga aytgan edi, jigdini yonchiqqa silib edi. Xiyolida yo'q ketib qoldi. Yomon berilgan. O'g'limning qo'sag'i cho'qim ochdi. Endi bu jigdi bilan uning boyam taqini elish uchun o'rinli qig'iniga amaliy bir tarbiya berib qo'yay. Vah, jigda, bu jigdiga dadamga yonchiqdan tushib qoldi-da. Vah, nima bo'lsa bo'lsin, shu jigdi bilan bo'lsa-mu, qo'zg'amni ozroq qo'llab turay-a. Planim o'ngishli bo'libdi. Jigdini davomli tashlab beray. Doksan sekiz. 99. Mana 100 qitim engishdi. Dada, nimani sanayapsiz? Sening yerdan jigdini elish uchun necha qitim engishganligingni sanayapman. Voy, nimish qildi? Qara bola. Boyi sen bir tal taqini yagi engishib elishga o'rinli qilib eding. Mana endi shu taqa seni yagi 100 qitim engishtirdi. Esingda bo'lsinki, kichikgina bir narsa bo'lsa-mu, uni ko'zga ilmay, tashlab etishga bo'lmaydi. Ishdan qochqining bilan baribir qo'saq tutilasan. Men ishga erinsang, yugraysan degan mana bu shu. Tushundingmi o'g'lim? Ha? Tushundim dada. Meni kechiring. Men bundan keyin qanday ishga o'rinli qilmayman. Oddiy ishlarni qat'iy bo'shonlik qilmayman. Yaraysan o'g'lim.